Uchqunaga chiroyli uy ko'z uchun, tinch uy jon uchun deyishadi. Sergeli 1 ga kelganman, sizlarga ham chiroyli, ham tinch bo'lgan mana Sergeli 1 5-metro bekati yaqin atroflari sokin, jimjit, xonadon, yangi yevro remontli 3 xona 5-qavat, o'zi 5 qavatli dom. Hozir endi sizlarga ichlarini ko'rsataman, ketdik. Mana 5-etajga chiqdik. Tayyor remontlari bilan uy. Xo'sh, mana zalni ko'rsatayım. Mana 3.5 ga 520 zal, bu yerdan balkonga ham chiqsa bo'ladi. Tayyor kirib yashaydigan, eshiklar almashgan, chiroyli aboylar, tarketlar qilingan. Xo'sh, mana katta spalniy. Mana romlari ham almashgan. Xonadon faizli, chiroyli, shundoq kirasizlar, hech narsa qilmaysizlar. Shundoq kiyim-kechak narsalarni olib kirib yashayverasizlar. Mana bu endi katta spalniy mana. Ikkita spalniy yonma-yon ketgan. Xo'sh, kladovka mana o'zini joyi turibdi. Mana ichida to'ldirib qo'yishibdi kladovkani. Xo'sh, mana bu yog'imiz mana hojatxona, katta keng. Mana bu yog'imiz mana vannaxona. Kafirlari hammasi yaxshi holatda turibdi. Xo'sh, bu yerda o'zi oshxona bo'lgan. Mana oshxonani balkonga olib chiqgan, uголокlarni stol bilan o'tirsanglar ham bo'ladi. Balkoni mana 2 ga 6 balkon, quyoshga qaragan. Mana bu yoqda mahallalar, dom-pom yo'q, g'ir-g'ir shamol. Через zalga ham kirib ketsa bo'ladi. Xullas, Sergeli 1 5-metro bekati, 78 kvadrat, 5-qavat, 5 qavatli dom. Narxi 500. Harakat qilinglar, narxi zo'r.